Atkos haqida bo'ladi. Ko'p videolar Instagramda ko'ryapman. Xullas hamma o'zini fikrini bildiryapti. Kimdir pagonometr, kimdir kvadratga, kimdir kvadratli pagonometrga olyapti. Biz qanaqasiga ishlaymiz? Misol uchun bitta xonani polni remont qilyapmiz, tayyor shuvoqdan chiqib, atkos chiqarilgan bo'lgan. Biz bunga отдельно ishlov beryapmiz. Mana misol uголок, shpakolyovkalarni tortib, bu o'rtoqlar pagonometrga hisoblamaydi bizda. Bizda общий kvadratga kirib ketadi mana shu oyna. Qanaqa joy minus bo'ladi? Misol uchun olib tashlaymiz. Bir xillar общий mana shu joyi ham kvadratga ichiga tiqoradi. Bizda esa bu joyni olib tashlaymiz. Sababi o'rtoqlar bu yoqda biz umuman na atkos ichiga ishlov berganmiz, na uголок qo'yilgan, hech narsa qilinmagan. Bu yoqda biz umuman ishlov bermaganmiz. Bu joyi biz kvadratdan kesib tashlaymiz. Bo'lsa qanaqa joy pagonometrga hisoblanadi? Holat mana shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, buni pagonometrga hisoblaymiz o'rtoqlar. Ancha vaqt ketgan hisobiga biz buni pagonometrga qilib, malyarka qismi alohida ishlov bo'ladigan bo'lsa, uje bu joyi общий kvadratiga hisoblab olamiz. Kim qanaqasi ishlaydi o'rtoqlar? Kommentariyada yozib qoldirib qo'yishingiz mumkin.